hobbiga kirib, undan keyin mana bu full body'ga kiramiz. Eng birinchisidagi eng torsa bor-ku mana bu. Shuni hozir bosamiz, keyin eng pastdan bosamiz. Keyin bundan qaysi birini olamiz degan mana yashilni olamiz. Kichkina harf qoldi. Ko'rdingizmi? Dahshat. O'qiganda shunday sekincha qilib yuraveradi. Keyin ikkinchisiga mana bosib, ham buni bosamiz. Ikkinchisida esa buni qo'lini qo'ysak, bu xunuk, mana bu qo'lni buni qo'ysak. Farqi bor. Mana denini qo'yish kerak. Shuda. Mana rang amrga kiramiz. Keyin kirib, mana bosamiz. Mana. Keyin bundan mana bosib curlini ikkita oyoqchasini olamiz. Keyin boltga kirib, mana unda kichkina arttirsak. Hop. Mana kichkina arttirsak mini avatarcha chiqadi. Mana endi uni kiyintirish uchun yana marketga kirib free deb yozamiz. Free bor. Keyin mana buni qo'ysak. Qo'yamiz. Buni qo'yamiz. Buni ham qo'yamiz. Mana mini avatarcha. Yaxshi chiqdi. Yo, tezroq bo'l. Kichikdagi ishlamay qoldi. Git, keyin mana buni olamiz. Free get. Unda taqsak dahshatgina mini avatarcha chiqadi. Shundan o'g'il bolalar uchun bu. Ko'ryapsizmi? Qanchalik dahshat. Mana mini avatardan. Endi bunga soch uchun boyagidek. Mana bunga kerak, mana free deb yozganmiz. Mana shunaqa sochni keyin ozgina mana bitib qilib, yana ozgina tushirib, keyin mana bitibroq qilib bitib dahshatgina zo'r sekincha. Mana keyin uni avatardan qo'shib qo'ysak bo'ladi. Keyin buni eng birinchi